Assalomu alaykum o'tso'g'il. Boshqasi bormi? Bu bolalarni o'tirib turishini boshqardi. Rus o'zinglarni ishlab chiqibdi. Assalomu alaykum barliqlaringizga. Sizlarga xush kelibsiz. Bizning o'qituvchimiz bor. Katta kanallar olsun va olsun. Bugünkü dersin mavzusu Allah ba ve yanıca bir deganlar. Allah'tan başka yani bir ilah bo'lgan bo'lsa, çokum nefes sedata diyen bu iki ilah bu dünyanınki sistemimizde hazır tertibini buzub etken bo'ladi çokum. Çünkü her birisi özünün perdesine, tuzishga, iki başlık, iki ners bo'lsa, çokum her birisinin öz aldığı hukukunu işletiş kildi. Bu mümkün emas. Arkadaşlar. Şunun için mi bu nimini takazza kıldırsa Allah'ınki birlik varlığına. Yani oyun vakti. Hem de bu oyunun uslubu qanday degan chog'da har bir guruhdan bir a'zo qarshi tarafga boradi. Qarshi taraf ularga bir ismni deydi, ya'ni hayvonlarning ismini. Bu odam qaytgan o'zining guruhiga sado chiqarmagan holda, harflarni yozmagan holda o'zining badan shakli bilan shu hayvonni doğrab berdi ve hem o'zining komandasiga odamlar shu hayvonni tepib chiqishiga yordam berdi. Ya müşk emas, ama ya nima emas, yilpiz emas, shuni o'tirib bir narsa bor, müşk yuqori yiz. Kammiganni bir narsa. Shuni uqmaymiz-ku. Amerikan anasiga to'tliq. Bo'yni uzunroqga, zirafa. Qaysimizga tanışib qolganimizdan tanlıq yazıcımız Turg'un Almas'tanki Uyg'urlarning amliq tarix romanidan bir bilak qismini vaqtdan yetishicha o'qib va o'rtoqlashib o'tdik. Birinchi so'z bilan deb o'tgan, qat'iy uzib etish kerakki, o'g'larning ona yurti O'rta Osiyada. Endi buni oldin qitimliq o'qish, nisbat o'qish jarayonida arxeologiyalik va geologiyalik jihatlardan nurg'un Şərq tarixşünasları və Qərb tarixşünasları, O'rta Asiya tarixşünaslarınınki tarixi kitaplardan ispat ediş arqılıq bizimki onun yurtumuzdan O'rta Asiya ekanligini ispatlab berayotgan yoki o'qiyotdik. Bunda Şərq Asiyadagi, ya'ni Xitoydagi ba'zi tarixşünaslarning misollarni ilish arqılıq bizning ana vatanimizningki azaldan bizning yerimiz ekanligini shularning misollariga tarixiy kitoblar misollar orqali isbotlagan yo'lyapti. Mutlaqan yillarning yoki shu vallahi xuddi o'zining o'g'lidek, farzandlaridek ajr qilib, otiliq mehnatini berib, vallahi o'makan bir mineralda konditsion bo'ldi ba'zi nuqtalarga inshaalloh.
şundan narsa var çok. Biz çatanda yaşayapmiz. Gayballar şundan ekan, na ko'nglim yerida tasvirga gapirgan, bir gapirgan ekan. Bir ish qilsa siyosat, bir ish qilsa bayroq, qo'qaymiz. O bu. Öyleygilerge bir gap qilamiz. Unda mezgilda o'tib ketdi. Siz bir şeyde desedinizmi, siyaset bilmiz yok. Mana hozir bugungi kunlikda ko'ryapmiz, vatanning ichida bo'layotgan xavfchilikni. Endi boshunda bir paytda hammalar ishimizni ishimizga tiqib olsak, bu vatandagilarga bu ish kelisholmaymiz, o'zimizga ish kelisholmaymiz. Vallahi. Shuning uchun har qanday mayli kimniki bo'lsindir, har qanday bir siyosiy faoliyat bo'lsa, ilgirmislar shunday o'ynab kelyapti, qatnashyapti. Texmo aktiv oldingi safga inshaalloh. Yıldızı yanlar insanın kalbini kılganesi karındaşlar. Ruhi güzellikninki taşkı ifadesi demiş ahlak. Kalp güzelliği, enondaki taşkı güzellik meydan kılıdır. Şu da bu başka. Bu saadet Allah'ta yıkıllaşkan yani ibadetlerimiz, namaz ve başka ibadetlerimiz bu ahlak diyenin özü bir prensip, bir kağızı yazılmayan insanın erkekli hareketine aylanan bir kaide ya ki kanunun ibaret.